Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bugün sözlemekçi boğunumdan şu damallarının sözüge bağlap bir sözle. Gayet muhim bir ayet sevmemizge selindi. Ayetteki teveller diyen ibare şu 100 öğre sanlayın. Keynanlığı kaç sanlar diyen meyende tefsir kılışkın oldu hem de. Yani bazı hadislerde şu günah-ı kebirlerden birisi bu cenk meydanında kendine kıç. Yani bunda çekinişini maksat kılmay. Yani ikinci bir hücumne. Yani benim bir taktiki sebebinde demez. Belki fakat ve fakat cenni saklaş için kıçını naitlik insanı, Müslümanını tuzakka girişi sebep bulduğun ağır günah-ı kebirlerden biri hem de. Bu kanda bir adamlar için eğitilgan ise zaten korkmay cenni halkını elip cengahı kural elip çıkan adamlar için eğitilgan. O adamlar boş adamlamaz asla. Yani zaten bugün biz uğuşkılla deb cengi çıkış degen kişi emez. Yani aşında yerde turup mu çekinişini, korkup keçişini bizden dinimiz nayet ağır bir günah-ı kebir hesaplagan. Biz muşunundan özümüzden Şerq Türkistan'ın meselesi kayıtıp oylap bakadgan bolsak, biz mında bir tasavvur baksak mesela, aynı vaqtda 49 yılı yoki onun aldıda mesela Zozontan besip kirgen 1876 yıllara qaytsak, hatta 1759 yıllara qaytsak, mayli onun aldıda Mançolu besip kirgen bolsun, Joңғарды besip kirgen bolsun, şu vaqtılda aşı canını bergen bolsak, şu vaqtda hatta milletin yerimi kirilip ketken bolsa ve bu müstakillik saqlanıp qalgan bolsa, qanday olgan bo'lg'itdi, qanday bo'ladi deb o'ylab baqala hozir. Hozir o'ylasak asli arziydi ekan deb o'ylaymiz. Asli arziydi ekan. Ammo bu o'xshash qonuniyat menimcha bugunmi kuchga ega. Bugunmi kuchga ega. Ba'zi shunda o'ylab qolaman, agar shu 2015, 14, 17 yilda vatanda yurgizilgan shu ig'ir siyosatlar boshlangan vaqtda neçe 10 ming Uyg'ur, neçe 100 ming Uyg'ur o'lib ketgan bo'lsa, ya'ni shunga qarshilik bildirib, hozirgi shu irqiy qirg'inchilikni yurgiza olmadi. Yoki u vaqtda Xitoy sal diqqat qilib, o siyosatni sal tanishmadi. Urushda o'lib ketmagan bilan hozir qanday o'lganligimizni o'ylab baqsak hamda. Yani ziyon ustiga ziyon. Endi buning bizning oila tarbiyasi bilan nima munosabati bor deb o'ylab qilishimiz mumkin. Buni bog'lamoqchi bo'lgan nuqtam shu. Agar biz chet eldagi Uyg'urlar o'zimizning barliq ishini, mayli tijoratini, mening nazarimda, mayli o'zining o'qishini va yoki oila tarbiyasini jihodning bir shakli deb qaramag'icha, menimcha bizning chet eldagi hayotimiz bizni cennetke başlaydıgan bir hayat emas, belki dozaqqa başlaydıgan bir hayatqa özgürüp kaldı. Çünkü bizim dinimizde cihatdan ait köp şekilleri var. Bu cihat diyen bu sözünün gerçeklikten nurgun müfessirli tarafından bu qital, yani uruş manasida deb tefsir kılınsın bu. Ve uruş manası köp işletilsin bu. Allah'ın bilip el-cuhdun, tirişçallık, bedel tüleş, yani bir narsa serip kılış diyen manidin türlenip çıkan bir sözünü bunun işletilişi de inançı kıyametke kadar vakti ötmeydiğen bir manaya işaret var. Yani şunda bir devirlerde bir Müslüman ümmetinin kürüşü, yani düşmanlığa karşı kılıdığan kürüşü, şunda bazı da söz bilen, kalem bilen, elem bilen, kural bilen, yani xilmuxil şekillerini ası buludığanlığa bir işaret ve bir bişaret de böyleyim ben. Benim bunda deyişinin sebebi, eğer biz aile terbiyesini fakat bir yaxşı bala terbiyeleş, mektepte yaxşı okuyduğun bir bala terbiyeleş, degen addi bir faaliyet süptüde qarab qalsak, meyli dada, meyli ana bu faaliyetini, yani bu faaliyetki bo'lgan astoydilliqi, bunu haqiqiy bir muhim mesele süptüde qarashiga zor ta'sir etdi. Bir tijoratchiga nisbatan men faqat pulimning sonini ko'paytiryapman deb o'ylab qoladi. O vaqtda bizga o'xshash düşmanımızga qarshi kurash qilish farz ayn bo'lib o'tib ketgan bir millatga nisbatan biz gadinimizdagi bu farz aynni mana xilma-xil shakllar bilan ado qilishga majbur.
Yine Xitoyga qarshi qurolliq bir jihodga hozirgidek vaqtda hech bo'lmasa ko'z oldimizda bo'lmayotgan yoki biz qilishni o'ylamagan yoki qilolmayotgan bir mavjud sharoit ustida ama bizning o'yimiz va xiyolimizdan bu chiqib ketsa ve biz bu jihadimizni mana bu prezentimizni shunga yetishtirish bilan tijoratimizda shuni maqsad qilish bilan kunimizni shuni xiyol qilib o'tkazish bilan o'tkazmasak amaliyotda biz dal hozir shu sura Muhammadda davollam bizga so'zlab bergan shu oyat. Yani aşında 100 öğrensanglar Allah sizning o'rniga boshqa bir qavmni ekib qo'yishga qodir, ekib qo'ydi. Bu ekib qo'yishning har xil shakllari bor. Balkim to'liq jismoniy jihatdan to'liq yo'q qilib o'tib, xuddi ilgirki ba'zi qavmlarni bir ilohiy jazo orqali yo'q qilgandek. Yoki ma'naviy jihatdan boshqa bir millat yoki boshqa bir qavmga assimilatsiya bo'lishga tashlab o'tib. Mana bu shunday shakllarda almashtirib o'tishimiz mumkin. Shunlashqa men bugun o'sha oyatga bog'lab turib, bizning farzand tarbiyalashdan iborat bu ishimizdir. Balalarimizga bir matematik o'rgatishimizdir, bir Qur'on yodlatishimizdir. Bizga nisbatan nuqul bir ma'arif hareketli emas, balki bir shakli o'zgargan bir urush va bir jihad yuksakligida tunish bizning ahamiyat berishimizni texmi qo'zg'atadi deb o'ylayman. Agar bo'lmasa biz buni xotinimizga, yana birisiga ishtib qo'yish orqali xuddi bizning gadinimizni yo'qdek o'ylab qilishimiz mumkin. Amaliyotda bizning bu farzand tarbiyasi haqida otalarning majburiyatini ta'kidlashimizning yana bir chiqish nuqtasi shu. Payg'ambar alayhisolamning aniq hadisida degan, kimki hayotida jihad qilmasa yoki jihad qilishni xiyolma qilmasa, ya'ni niyatida bo'lmasa, u yani munofiq bo'lgan bo'ldi. Endi buningdan aniq bir ibora bo'lishini aytadi. Shunlashqa bu farzand tarbiyasi masalasini boshqalarga ittirib qo'yish bilan gadinimizni saqit olmaydigan. Biz farzand tarbiyasi uchun ahamiyat berayotgan shu vaqtda men Xitoyga qarshi bir mujohid yetishtiryapman. Men islomni zaminda barpo qiladigan bir mujohid yetishtiryapman. Va men bu qurilishga bir qish qo'yapman degan tunishda qilishimiz lozim.